hozirda aka bemalol 41 million so'm bilan o'zlarining nomlariga rasmiylashtirib, bir kun ichida 5 yilgacha bo'lib to'lash olib ketishlari mumkin aka. 329 million 900, 330 millionlik mashinani, xo'p 1000 so'm qo'shilmasdan ustiga aka, eng kam 30% boshlanish to'lov to'laydilar, 36 oygacha foizsiz o'z tan narxini bo'lib to'lashga olib ketishlari mumkin aka. Salonlarni aka bitta ko'rsating. Salonlarni ko'rmasalar, ertan o'ziga kenayimlar yugurib kelmasa aka hisoblas. Salonlar aka zavodskiy oppoq bo'ladi. Ko'rib turganlarda juda boshqacha vid berib turadi aka. Shu mashinamizni bir kun ichida o'zlarining nomlariga rasmiylashtirib, misol uchun o'zi naqdga olishyapti ko'pchilik, lekin biz 5 yilgacha bo'lib to'lashga 63 million so'm bilan chiqarib beramiz aka. Bizda garantiya yozib bergan hisobimizda bemalol любой servisga, havola servisiga kirib, любой to'g'rilatib ketsalar bo'ladi, garantiyadan chiqmaydi aka. Biz shu mashinalarni 51 million so'm bilan bir kun ichida 7 ta bonus bilan chiqarib beramiz. 51 millionga. 51 million so'm bilan chiqarib beramiz. Faqatgina bu imkoniyat Havola Yakkasaroy avtosalonida. Assalomu alaykum, Jampius kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Havola Yakkasaroy avtosaloniga kelganmiz. Menejer Sardorbek hamma yangiliklarni aytib tushuntirib o'tadi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Havola Yakkasaroyga tashrif buyurib aka zo'r qilibsiz. Bugun obunachilarimiz uchun, xalqimiz uchun juda zo'r yangiliklarimiz, yana katta yangiliklar qilib qo'yganmiz va skidkalar qilib qo'yganmiz. Xudo xolisa, biz tanishtirishni boshladik aka. Bo'ldi. Manzilni bir eslatib o'tadi obunachilar. Manzilimiz aka Toshkent shahri, aeroport mostining yoniga joylashgan, Havola Yakkasaroy avtosaloni to'g'rimizda Shohmay joylashgan. Bemalol kelib, soat 9 dan soat 8 gacha bemalol kelib, kirib, mashinalar bilan tanishib, olib ketishlaringiz mumkin. Xo'p. Bo'ldi, do'stlar, ko'rib наличиеda har xil rangidan, har xil modellar bor. Hammasi dalamindan ko'rib tura olasiz. Test drive xizmatlari ham bor. Mijozlar shu yerdan mashinalarni ko'rib, haydab, keyin ustida o'ziga yoqqan uslubda xuddi shunaqa. Test drive'dagi barcha mashinamiz bor va ko'rib turganingizdek aka oldiga mashinalar to'ldirib tashlaganmiz. Даже orqalagan ko'rgan bo'lsangiz, xudo xolisa mashinalardan umuman bir kun ichida shunday nomlarga rasmiylashtirib olib ketishlari mumkin aka. Bo'ldi. Bo'lmasa yangiliklarni ichkarida aytib o'tamiz. Xo'p, do'stlar, avtosalonning ichkarisidan ham girib oldik. Xalq bor bo'lgan, hamyon bor bo'lgan, Haval M6 dan boshlaymiz. Aka, xo'p, Haval M6 dan boshlasak, уже buni ko'pchiligi xo'p haydab, xalqimizning aka уже yuragidan joy olib bo'ldi mashinalarimizni. Havalning barcha mashinalari, shu yillarni eslatib o'taman. Haval top 5 talik mashinalariga kirdi aka. O'zbekiston bo'yicha top 5 talikka kirdi mashinalar bo'yicha, brend bo'yicha. Xo'p, aka, bu nima sifatida? Haval уже качественный chiqibdi. Havalni, so'ch xalqimizga haydab ko'rdim, so'ch 2 yildan beri hech qanaqa, xo'p, qanaqa odamlar pretenziya qilgani yo'q mashinamizga. Rasxodlar kam aka. Pulga stoytli mashina. Xo'p, bunga keladigan bo'lsa aka, hozir biz shunaqa ustugalar qo'yganmiz. Oldin misol uchun 70 million, 80 million olib ketishardi odamlar. Hozirda aka bemalol 41 million so'm bilan o'zlarining nomlariga rasmiylashtirib, bir kun ichida 5 yilgacha bo'lib turishni olib ketishlari mumkin aka. Do'stlar, yangilikni bombasi. Havola Yakkasaroy yangilik qilishdan to'xtamaydi. Hech qachon to'xtamaydi. 41 millionga mana shu kattagan. 41 million so'mga aka bir kun ichida nomlarga rasmiylashtirib olib ketishlari mumkin. Aka yana 41 millionga oldim, bo'lib ketaman demaydilar. Biz misol uchun aka bunga $1000 dan ko'p bonuslar qilib qo'yganmiz. Ya'ni summasini примерно aytaman, o'zim bundan baland. Xo'p, to'liq qo'shib beramiz aka, radiator setka, tonirovka, xo'p, yana nima aka? Barcha kerakli funksiyalarni hammasini qo'shib beramiz. Nima kerak desalar, xo'p, kerak bo'lsa salonlariga o'zimiz tomonimizdan, misol uchun eksklyuziv qanaqadir aksessuarlar qo'shib beramiz aka. O'zlari kelib tanlab olishlari mumkin aka. Gap yo'q. Gang bo'lmasa Sardor aka, buni qisqacha bir obzor qilib bersak, yangi qo'shilgan obunachilarimizdan bir ma'lumotdan bilish gap bo'lishi mumkin emas. Aka, xo'p, Haval M6 modeli, o'zi Havallarni ko'pi, hammasi kuzov aka 75% atsinkovniy bo'ladi. Ya'ni zanglamaydigan, chirimaydigan metall bo'ladi. Uni kuzovlari hamma joy. Aka, misol uchun zavodskiy 30% shumka bo'ladi. Misol uchun kuzov tomon, motor o'zi 30% zavod tomonidan 30% shumka chiqarilgan bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganlaringizda уже bu 2026 kuzov aka, hammasi yangi mashinalar. Уже biz 2025 da klientlarimiz uchun, mijozlarimiz uchun o'zi chiqarib tashlaganmiz. Hammasi 2026. Agar 2025 deysam topib beramiz aka. Hozirda. Misol uchun, hop, ichlarida tanishtirsak aka. Xo'p, ko'rganlaringizda beskluchov dostuplari bo'ladi aka, M6 ni. Kirib, ichlariga bitta o'tirib ko'rsangiz ham o'ziz aka. Bismillah. Mana gabaritlaringiz katta aka. Endi bu qalay o'tirishlaringiz, misol uchun qisilmayapsiz, oyoqlaringiz hammasi keng, to'g'rimi? Endi bu xalqimiz yaxshi bilishi uchun o'zlarimizning eski Jam mashinalardan shu Captiva desak ham bo'ladi. Xuddi shunaqa aka, Captiva desak bo'ladi, lekin to'liqligicha Captiva deya olmaymiz, chunki aka, xo'p, Captivadan bu gabarit ancha katta. Katta. Narxi arzon. Narxi arzon aka. Hozirda aka ko'rganingizdek aka, misol uchun funksiyalari, sportivniy tablo aka, multilur, hamma narsasi bor. Misol uchun ko'rganlaringizdek aka, tepalariga, misol uchun lyuklari ham bor. Hamma narsasi bor, navorotlari. Bemalol robot korobkalar ham joylashtirilgan, 7 stupenkali, akustikalari ham juda zo'r akustikalar joylashtirilgan aka. Mexanika bo'ladi bularniki. Hammasi, ya'ni buni ko'pchilik aka viloyatdan o'zimizdan Jaydar akalarimiz olib ketib haydashyapti. Hadovoylar aka eng yumshoq hisoblanadi Havalniki.
Gap yo'q. Endi shu biznesmen aka-ukalarimiz uchun buni eng zo'r Juda zo'r fishkalardan biri shu ham narxi arzon, ham bag'aj qismi keng. Xuddi shunaqa aka, bu hozir bagati misol uchun ko'rinadi. Balandlik hisobiga ham ko'rganlaringizda diskalari ham aka. Xo'p, shunaqa diskalar misol uchun qanaqa diska xohlaysiz biz bemalol topib bera olamiz aka. Ya'ni tuning xizmati ham shu Xuddi yerda shunaqa aka, servis xizmati. servisimiz ham o'zimizda, ya'ni bemalol kelishadi, mashinalarni xarid qilishdi va misol uchun bir kun 50 vaqt olishi mumkin. Tonirovkalarini hamma misol uchun brona plyonka hammasini qilib beramiz, keramika, hammasini bir kun ichida o'zimizdagi. Aka, bunga eng zo'r yana fishkalardan bittasini aytaman. Hozir ko'pchilik misol uchun o'zi rasxod kam, shahar ichiga где-то 5 ta 6 ta yeydi. Shu gavdasiga. Shahar ichida shu gavdasiga. O'sha hamma o'shanisiga hayron qolibdi aka. Motori misol uchun o'ylashadi, motori oddiy prostoy motor bo'lsa kerak deb. Volkswagen bilan совместно ishlangan motor aka. Ya'ni nemeskiy bo'ladi motor. Ko'pchilik bilishmaydi, mana aytayapman. Nemeskiy bo'ladi, Volkswagen bilan совместно ishlangan bo'ladi. O'zingizdan bilasiz Volkswagen aka. Uncha birayatdan yaxshi. Xo'p, bagaj qismini aka bitta tanishtiramiz, obunachilarimiz uchun. Endi bagajni ochishdan oldin aytaman, misol uchun tog'larga ketayotgan bo'lsangiz, bola chaqalar ko'p bo'lsa bir 5 tasini bagajga tiqib olsangiz ham bo'ladi aka. Gap yo'q lekin. Bagajga futbol o'ynaydi bachalar. 8 litr bo'ladi aka. Juda zo'r aka, ya'ni viloyatga chiqadigan tanishlarimiz uchun, piknikka chiqadigan aka, tog'larga sayohatga chiqadigan oilaviy tanishlarimiz uchun oilaviy семейный moshina hisoblanadi aka. Juda zo'r, shahar sharoitlariga ham, tog'ga ham hammasiga bir xil ketaveradi aka. O'zi aytib o'tdik, rasxodi shundoq ham kam. Asosan bilasiz, bizning xalqimiz ekonom qilishni yaxshi ko'radi. Bu mashinalar shu propan qo'ysak ham bo'ladimi? Aka, propan birga bir tushadi. Ya'ni benzin bilan birga bir yuradi. O'zimizdan servisdan qo'ydirishsa, garantiyasi bilan, 3 yil garantiyasi bilan qanaqadir muammo chiqib qolsa bemalol kelib, misol uchun biz garantiyani yozib beramiz. Bemalol kelib tekinga to'g'irlatib ketadilar. Diagnostikalarni ham tekinga, xodavoy diagnostikalarni ham tekinga qilib beramiz. Agar viloyatdan olib ketishsa, bizdan mashinani misol uchun viloyatda buzilib qolsa, demak uzoqqa yana misol uchun treyler bilan kelib ketamanmi deysa, unaqa emas. Misol uchun 12 ta viloyatga ham 12 ta havolli saloni bor va o'sha yerda servislar bor o'zini. Bizda garantiya yozib bergan hisobimizda bemalol любой servisga, havol servisiga kirib, любой to'g'irlatib ketsalar bo'ladi. Garantiyadan chiqmaydi aka. Tushunadi. Shunda mashinani xarid qiladi, garantiya talon ham beriladi. Xuddi shunaqa garantiya yozib beramiz va любой viloyatdan aytsalar biz bir oz telefon qilamiz, bemalol o'sha viloyatga borib tekinga to'g'irlatib ketsalar bo'ladi aka. Tushunadi. Endi hozir bu havol mashinalariga qanchalik vaqt garantiya beriladi, Sardor? Xo'p, aka, havol mashinalariga bilasiz, o'zi uncha mashinalarga misol uchun garantiya berilmaydi. Hozirda Xitoy mashinalariga ko'pincha 3 yil garantiya beriladi aka. Misol uchun biz aka shunaqa qilib qo'ydik, havol 5 yil garantiya beramiz yoki 120 kilometrgacha. O'zi misol uchun bitta mashinani olsangiz maksimal 5 yil 10 yil haydaysiz. Misol uchun 5 yil bemalol bosib haydasangiz bo'ladi, biz 5 yil garantiya beramiz aka mashinaga. Gap yo'q. Endi qarang, biznesmen aka-ukalarimiz uchun shu eng hayonbobini aytib o'tdik. Galing bo'lmasam katta bolalarning mashinasi bo'lgan. Hozir Gentra'ning o'rnini ko'p trendda chiqib turgan mashinalardan biri. Ko'pchilik opa-singillarimizni Tracker bilan solishtirib, Trackerdan yaxshi mashina xohlashadi. Mana ko'rib turganlaringiz Julio model bo'ladi. Xo'p. Aka, bu endi nima desam, men BMW ga o'xshatiraman ko'pincha. Ko'pchilik ham aytishadi, обрисовкалari 2025 restyling bo'lgan, o'sha yangilangan, o'sha 2026 mashinalar kirib kelyapti. Kuzov hammasi yangi mutlaqo. Va ko'rib turganlaringiz aka, BMW sifat chiqqan aka. O'sha ko'rgan vaqtingiz qanaqadir agressivniy vid ham berib turadi, yangicha dizaynni ham berib turadi. Alamon yana bitta tonirovka qilib beton bo'ladi, juda zo'r aka, ko'chada aytayman, vashcha beton bo'lib yuradilar. Xo'p, aka, buni misol uchun hozir GM mashinalarini ham eng kam 4000 5000 ga chiqarib berishyapti. To'g'ri. Lekin biza mana inomarkalarni Haval уже top 5 talikka kirdi 2025-yil, misol uchun продажasi bo'yicha xalqimizni sevib olibdi aka. Hech qanaqa pretenziyasiz, hech qanaqa negativlasiz, misol uchun yoqtirib, chindan ham kачество o'zini ko'rsatib qo'yapti aka. Biz shu mashinalarni 51 million so'm bilan bir kun ichida 7 ta bonus bilan chiqarib beramiz. 51 millionga. 51 million so'm bilan chiqarib beramiz. Faqatgina bu imkoniyat Haval Yakkasaroy avtosalonida. Faqat shu ekranning ostida batafsil ma'lumot uchun telefon nomerlarini qoldiramiz. GMPLS kanalımızdan gördükdə bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Shunda agarda boshlanish to'lovi uchun shu 51 milliondan bo'lmasa, trading xizmatidan foydalansa bo'ladimi? Aka, mana o'zi ko'p havol salonlariga borasiz aka. Mana o'zi chin odzivingizda ayting, mana misol uchun biz trading qilib beramiz, bozor narxidan aka 100-200 dollar любой mashinalarni olib ketsizlar, misol uchun 100-200 dollar qimmatroq narxlar bo'lib qolib, mashinaga to'lov qilib, agar shunga ham ozgina yetmay qolsa, ozgina biz yo'lini qilib, xudo xolasa chiqarib beramiz. Yoki 7 ta bonusni qilib beramiz. 7 ta bonus qanaqa, misol uchun kepka, futbolka qilib bermaymiz. Xo'p, aka, radiator setka, tonirovka, polik. Xo'p, yana nima? Gastitsani qilib beramiz aka. Viloyatdan ko'pchilik tashrif buyurishadi bizga. Xo'p, aka, benzinlarigacha qo'yib beramiz aka. Obed уже завтракlar bizdan aka. Gap yo'q ekan. Buncha imkoniyatni mana o'zi ko'rganmiz aka, havo salonlariga borgansiz. Yo'q, buncha imkoniyatni men o'zi hayron qoldim, foydalanish kerak. Shunaqa aka. Bizga Haval Yakkasaroyga misol uchun som muhim emas aka, sifat muhim. To'g'ri.
Shuning uchun xalqimizni hammalarini tavsiya qilib qolamiz. Donasiga emas, optimaga sotamiz Xuddi shunaqa deysizlar. aka. Xo'p, salon qismidagi qulayliklarni ham bir aytib o'tadi Xo'p, obunachilar. bunga ham sensorli besключевой dostuplar bor aka. Ko'p turganlaringiz, buni salonlarni ko'rganlaringiz, akustikalari juda zo'r, juda premium ishlangan. 95 xil rangli уже подсветкалari yonadi. 3 xil tomonda ham. Ko'rganlaringizda elektron tablo bo'ladi. Aka tepalariga head-up displeylar bor, ya'ni monitorlarning tepasiga head-up displey. Bu uzoq yo'llarga ketayotgan vaqtlari chalg'imasliklari uchun bemalol laboyiga qarab ketaveradi. Hech qanaqa klient, misol uchun mijozimizda chalg'ib qolmaydi. Ko'rib turganlaringiz aka dizaynni juda zo'r qilib ishlashgan. Ko'pchilik buni hozir aka-ukalarimizda, yosh aka-ukalarimizni misol uchun sevib olyaptilar bu mashinani, chunki hozir zamoniga, talabiga mos. Opa-singillarimizni ham juda talab katta. Misol uchun shahar bobmi shuni? Trekkerni sotib aka Jivlonni olib tashlashyapti-da, misol uchun. Juda ko'pchilik maqtashadi. Bemalol misol uchun buni ham aka 51 million so'm bilan bir kun ichida nomerlarni rasmiylashtirib 5 yilgacha bo'lib to'lashga chiqarib beramiz aka. Gap yo'q ekan, imkoniyatlarni nodid sanovi yo'q, soni yo'q. Aka, mashina misol uchun keladilar, mijozlar keladi. Mashina olmasdan chiqib keta olmaydi, chunki biz yo'q imkoniyatlarni ham qilib beryapmiz-da. Hali shu paytgacha bo'lmagan imkoniyatlarni ham. Xo'p, buni ham shu qisqacha obzor qildik. To'lov usullarini ham aytib o'tdik. Endi navbatdagi mashinamiz qaysi bo'ladi? Navbatdagi mashinamiz aka hozir trendga chiqayotgan. Uni seryozni aka-ukalarimiz haydaydi aka. O'sha hozir davlat xizmatlariga ham o'sha mashinani olishni sevib, bitta men tanishtiraman aka. Hozirda aka men shunaqa lekin mashinani salonni hali ko'rmagansiz, uncha joyga oq salonli mashina yo'q, misol uchun zakazga keladi, to'g'rimi aka? Qora, misol uchun oranjiy, обычный bo'ladi. Lekin biz aka hozir buni salonlari juda o'zgacha vid berib turibdi. Buni ham ko'rsatamiz mijozlarimizga. Xo'p, Sardor hozir qarang, o'zi shu rangi borasida aytib o'tdik. YouTube mana beli jemchug svet, har xil rangidan bor. Bu mashinalar rangini, tashqi rangini tanlasalar, pul to'lanadimi qo'shimcha? Xo'p, aka 4 xil rangi bo'lsa, misol uchun 10 xil rangi desa ham bemalol keladilar o'sha kunning o'ziga. Mashinalarimizda showroomga bor, mavjud hammasi. Keladilar, ko'radilar, qaysi yoqsa, qo'llari bilan tanlaydilar aka. Mana shu yoqdi. Salonni ham tanlaydilar aka. Oqmi, qorami, yashilmi, sariqmi? Pulidan 1000 so'm ham o'zgarmagan holda aka, 1 so'm o'zgarmaydi. O'sha kunning o'zida uni ham 10 kun, 15 kun deb yotmaymiz. Bir kun ichida. Qanaqa chiqarib bersang mashinalarni, misol uchun yarim kun ketadi o'zi aslida. Yarim kun ichida, maksimum 1 kun ichida mashinalarni, kartlarni qo'lga topshirib jo'nataveramiz aka. Bo'lmasam bu mashinamizdan bir bomba aksiya qilamizmi? Xo'p, aka, ko'rib turganlaringiz nima aytdim, o'sha xodimlar ham olib haydashyapti, davlat ishlariga ham o'sha qo'ralarni olib, tonirovkalar qilib, operativniy qilib juda hozir sevib buni ham haydashyapti aka. Komfortlari ham zo'r aka. Shu mashinamizni bir kun ichida o'zlarining nomlariga rasmiylashtirib, misol uchun o'zi naqdga olishyapti ko'pchilik, lekin biz 5 yilgacha bo'lib to'lashga 63 million so'm bilan chiqarib beramiz aka. Do'stlar, yana shu vaqtgacha masalan video qo'yganmiz, yana havol narx-navolar ichida havol Yakkasaroy narx-navolarni sindirib desak ham bo'ladi. Aka 63 million ichiga strixovka hammasi ichida. Misol uchun biz strixovkasi hisoblab aytmayapman. Hammasi ichida. Shunday kelasizlar 63 million to'laysizlar, shunda olib ketasizlar. Hech qanaqa lishniy pulsiz. Aka biz bonusiga $400 paroglarni tekinga qo'yib beramiz. Gap yo'q ekan. Do'stlar, qaranglar, shu bizani 12 yo'lyapdan ko'rib turgan aka-ukalar. O'zingizda Spark bo'ladimi, Gentrami, Cobaltmi haydab keldingiz, havol Yakkasaroyga, o'zingizda shu eski mashinangizni topshirib turib, havol H6 mashinasini bemalol haydab ketsangizlar bo'ladi endi. Shuningdek imkoniyatlar bor. Shunaqa aka. Hozir aka to'g'risi 1-2 oldin ham qarasa, 3 yil oldin ham bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan. Ko'rib turganlaringiz hozir biz xalqimiz uchun yaxshi misol uchun mashinalar olib haydashni deb shunaqa imkoniyatlar qilib qo'yganmiz. Ya'ni o'zim tan narxini bo'lib to'lashga ham, avtokreditga ham, income liquidity kreditlarga ham qilib qo'yganmiz. Misol uchun faqat avtokredit emas. Bizning maqsadimiz o'sha boyanki aytganimdek, bizga son emas, sifat muhim. Bizlarni shu o'qisin qilamiz. Xalq tilida aytsak, bo'lsa bo'lsin, xalqa bo'lsin. Xuddi shunaqa aka. Xo'p, keling bu mashinamizning salon qismini ko'rsatib o'tadi. Endi bu eksklyuziv bo'ladi. Eng zo'r momentiga keldik aka. Xo'p, bunga ham sensorli bo'ladi, black piano bo'ladi. Salonlarni aka bitta ko'rsating. Salonlarni ko'rmasalar, ertaning o'ziga kenayimlar yugurib kelmasa aka hisoblas. Salonlar aka zavodskiy oppoq bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz juda boshqacha vid berib turadi aka. Showroomga qo'yib qo'yganmiz aka. Misol uchun shuni kelishyapti, H6ni ko'rishyapti, qora olaman degan odamlar ham oq olib ketyapti aka. Mana salon qismini hozir dizaynini qarab turib, hattoki havol mashinalari eng katta H9 ni dizaynini ham beradi. Xuddi shunaqa aka, xuddi shunaqa. Aka hamma funksiyalari bor. Bunga 360 kamera, panorama tom, head-up display, climate control, hamma namoratlar bor. Xo'p, katta monitor qo'yilgan aka. Bunga ham tepalariga head-up displeylar bor. Boya aytganimdek, uzoq yo'llarga chiqishsa, misol uchun, hech qanaqa chalg'imasdan bemalol laboyaga to'g'ri ketsalar bo'ladi, qarab. Elektronik sidenalar bo'ladi, misol uchun 6 xil rejimga ishlaydi. Shofyor aka, беспроводной zaryadchiklar bo'ladi aka. Aka buni eng qiziq tomonlari, misol uchun, buni upravleniyasi, misol uchun ko'pchilarniki joystick bo'ladi-yu hozir. To'g'ri. Hozir buni upravleniyasi bu yoqda aka.
Ha, endi bu xotin-qizlar Yengilcha. haydash uchun ham o'ng'ayli, yaxshi-da. Aka, umuman Qulay. xavfsiz qilib ishlangan bu mashina. Ya'ni chalg'imaydilar, option To'g'ri, qarab, to'g'ri. misol uchun endi haydayotgan odamlar ham ko'rib turganlaringizdek saloni, mana shuni bitta orqalarini ham ko'rsatamiz aka. Bu уже boshqacha durar ekan. Orqalari ham aka o'sha orqaga o'tirgan odam aka vobshe boshqa dunyoga tushib qoladi. Juda zo'r dizaynga ishlangan. Gap yo'q ekan. Hozirda trendga chiqqan ranglarda aka bu, misol uchun buni shaharlarda olib haydashsa juda zo'r aka. Misol uchun o'tirgan odam o'sha boshqacha auraga tushib qoladi-da. To'g'ri. Endi qarang, Sardorbek, agar bu bizani ekran ortida ko'rib turgan og'a-ukalarimizda bir savol tug'ilishi mumkin. Haval mashinalar yaxshi, lekin endi bir bizanikilar bilasiz, straxovka olib beradi-ku oldindan. Tushunarli. Zapchast masalasini baribir so'raydilar kommentariyada. Xo'p, zapchastga keladigan bo'lsak aka, zapchastga kelamiz. Orqalarini ko'rsatib o'tib ketaman. Aka, zapchastlari bizdan aytganimdek servisimiz o'zimizda. Elektronik bo'ladi aka, ochilishlari. Bu ham bagajlari aka 708 litr bo'ladi. Bagajlari ancha katta bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek o'zini aka bu yerga subwoofer akustikalari qo'yilgan bo'ladi. Subwooferlari ham qo'yilgan bo'ladi. Hattoki ularni ham nima qilib tuning qilib o'tirish shart emas. Tuning qilib o'tirish shart emas aka. Shuni oladilar, shundoq haydaydilar. Hamma nazorat qilingan aytganimdek. Ko'pchilik bilasiz aka, men bu narsalarni misol uchun bu juda klientlarimizga qulay narsa aka. Bitta ko'rsatamiz. Ko'pchilik mana shu narsalar mashinasiga topolmaydi. Misol uchun endi bo'lmaydi zavodskiy. Bunga zavodskiy hammasiga bo'ladi aka. Shuni o'zi ham где-то 100-200 dollar turadi aka kamida. Bu yerga akkuratni narsalarni qo'yib, bu yerga tog'larga chiqib ketsalar ham bo'ladi, misol uchun narsalarni qo'yib. Xo'p, endi aka servisiga keladigan bo'lsak, servis aka o'zimizda mavjud. Servis o'zimizning mana yonimizda, havol servisi. Eng maksimal uzoq aka 1 kunga narsalar keladi. Maksimal 1 kunga. Agar yo'q narsasi bo'lsa ham, bitta bolt bo'lsa ham 1 kunga biz olib keltiramiz. No bizda hozirda hamma narsa mavjud aka. Servisga kelishadi aka. Garantiya mashinani bizga garantiya qo'ydirganlaridan keyin, agar garantiya vremya joylari bo'lsa, biz tekinga qilib beramiz. Ana do'stlar, shunchalik imkoniyatlar, bulardan faqatgina foydalanish kerak. Hali ham mashina olishga ulgurmagan aka-ukalar shu yerda tezda yuborib qo'yinglar. Gap yo'q. Xo'p, bu mashinadan bu oldin boshlanish to'lovi va narx-navolarni bitta aytib eslatib o'tdik. Keyingi mashinamiz qaysi bo'ladi endi shular? Xo'p, keyingi mashinamiz aka, yana bitta yangilik o'tib ketmanman aytib. Julion aka, men rassrochkasini aytib o'tib ketaman hozir sizga. Ko'pchilik aytadi, foizsiz bo'lsin, o'zini tan narxini bo'lib to'laydi deydi. Ya'ni o'zimizning nomimizga chiqsin deydi. Qolgan avtosalonlarga borgan bo'lsangiz, o'zingizlar ko'p salonlarga borasiz. Foizsiz chiqarib berishsa ham o'zlarining nomlariga chiqmaydi. Bizlarga shunaqa narsa qilib qo'ydik. Yana buni mijozlarimiz uchun, xalqimiz uchun aka. Bizga o'sha foydalari kerak emas, mazza qilib foydalanish bunaqa imkoniyatda. Bitta Julionni aka eslatib o'tamiz, ko'rganlaringizdek. Xo'p, shunda hozir ushbu mashinamizni 0% rassrochka asosida xarid qilsa bo'ladi. Xuddi shunaqa aka, misol uchun Julion modeli 329 million 900 330 millionlik mashinani, xo'p, 1000 so'm qo'shilmasini ustiga aka, eng kam 30% boshlanish to'lovi to'laydilar, 36 oygacha foizsiz o'z tan narxini bo'lib to'lashga olib ketishlari mumkin aka. Do'stlar, Ro'za Ramazon oyi yaqin. Agar ota-onalaringizdan ham shu halol nasiya savdoga mashina olmoqchi bo'lsangiz, bemalol podarkaga aynan zo'r mashina. Bemalol olib ketsanglar bo'ladi aka. Viloyatdan tashrif buyursanglar, misol uchun ko'pchilik bizdan klientlarimiz viloyatdan aka. Ko'rishadi, kelishadi. Misol uchun qolgan avtosalonlarga kirdik, bunaqa imkoniyat yo'q ekan, lekin sizlar qilib berayotgan ekansizlar deydi. Aka, biz chindan ham qilib beramiz. Bizga o'sha bizning glавный boshlig'imiz aytgan, ya'ni biz shu narsaga o'rgatishgan, son emas, sifat muhim deyishgan. Biz ham o'shanga qarab ishlaymiz. Viloyatdan mijozlarimiz kelganlar uchun biz qiynalib qolishmasin deb, misol uchun lishniy расход qilishmasin deb, gastinisalarni qilib beramiz aka. Общий qaysi modelni olsalar ham qizig'i yo'q. Kelib olsalar tamom aka. Gastitsani qilib beramiz aka. Polni bak benzinlargacha qo'yib beramiz aka. Agar shunaqa kelgan vaqtlarda aka, shunaqa yangiliklarimiz bor. Hozir uni aytib o'tib keta olmayman. Mashinalarga kerak bo'lsa, skidkalar ham qilib beramiz aka. Do'stlar, naqd pullarni olib kelsangiz, shunda bomba chegirmalar ham bo'ladi hali. Albatta aka. Bizdan Haval Yakkasaroy avtosalonidan hali hech qaysi klient mijozimiz norozi bo'lib chiqib ketgani yo'q aka. Xo'p, do'stlar, yana batafsil ma'lumot uchun ekran ostida telefon nomer, telefon qiling, aksiyalardan unumli foydalanib qoling. Hammalaringizni Haval Yakkasaroy avtosalonida kutib qolamiz. Yana bitta lokatsiyani aytib o'tib ketaman. Toshkent shahri, aeroport mostining yoniga joylashgan Haval Yakkasaroy avtosaloni. Hammalaringizni kutib qolamiz aka.